Assalomu alaykum qizlar. Bugun biz Xitoydan lokatsiya orqali buyurtma berishni o'rganamiz. Lokatsiya kirgizishni o'rganamiz. Bu uchun bizga Pinduoduo ilovasiga kirishimiz uchun doimo VPN yoqilgan bo'lishi kerak. Agar VPNingiz yoniq bo'lmasa, ilovaga kira olmaysiz, yaxshi ishlamaydi. Shu uchun biz VPN ni yoqamiz. Mana kirdim, connect ni bosamiz. Hop, endi VPN yondi. Endi biz hozir tez ilovasiga kiramiz. Ilovaga kirib, ombor manzillari degan joyda mana o'zimiz xohlagan manzilni Xitoy Avia nusxaladik. Hamda buni nusxalab, endi biza manzil kiritishimiz kerak bo'ladi. Shu joyga kiramiz. Hop, mana biza kirdik. Endi adres deb yozilgan joy mana tepada. Men profilimni yonida turibdi. Shu yerga kiramiz. Manzil kirgiz deyapti. Biza bosamiz. Biza hozir mana duplikat qilgan joyimiz Avia. Endi biza bundan o'tamiz. Biza o'zimizni shaxsiy kodimiz. O'zimizni shaxsiy kodimizni olamiz. Mana bizning shaxsiy kodimiz. Hop, screenshot qilib olamiz. Now 3915. Buni xohlasangizlar, bu yerga translate'ga tarjima qilib olsangizlar ham bo'ladi. Tarjimaga qo'yamiz. Mana qabul qiluvchi. Bizaga kerakli joyi mana shu o'zimizni nav 3915 parolimizni kirgizishimiz kerak. Endi bosamiz. Mana xuddi yozilgandek qilib kirgizamiz. Buni noto'g'ri kirgizishimiz kerak emas. Agar buni noto'g'ri kirgizsak, buyurtma bergan narsalarimiz omborga keladi, bu yerga keladi, lekin yo'q bo'lib qoladi. Sizga yetib bormaydi u. Bizani shaxsiy kodimizni siz bular bizaga bermaydi-da, shu uchun noto'g'ri kirgizish mumkin emas. Mahsulotni ola olmaymiz. Nav 3915. 3915. Mana. Bu o'sha omborga yetib kelgandan keyin ularning telefon raqami, bu joyga tegmaymiz. Biz mana bu joyga yana bir marta shaxsiy kodimizni kiritamiz. Eslatib o'taman, bu shaxsiy kodimiz. Bizga tovar adresimizni
kiritishimiz hozir sizlarga adres kiritish haqida o'rgatyapman. Adres kiritganlaringizdan keyin shaxsiy kod orqali siz mahsulotingizni o'zingiz olishingiz mumkin. Demak, 39.15. Kirgizishni bosamiz. Ana kirgizdik. Endi yana kirgizamiz. Endi biza yana tez ilovasiga kiramiz. Hozir biza Xitoy avia omborini duplikat qildik. Endi avto. Buni ham nusxalaymiz. Buni nusxalaganimizdan so'ng yana manzil kiritish joyini belgilaymiz. Xo'p, biza buni skrinshot qilib olasizlar. O'zlaringizga kerak bo'lsa tarjima qilasizlar buni. Xuddi aytganimdek, bunga ham o'zimizni shaxsiy kodimizni kiritamiz. 39.15. Endi bu yerga ham Xo'p, biz endi kirgizdik. Ana. Nusxalaymiz. Agar sizlar shaxsiy kodlaringizni yana bir marta tekshirib olasizlar. Agar mabodo noto'g'ri kiritib qo'ygan bo'lsangizlar, o'zgartirish degan joyidan bemalol o'zgartirsangiz bo'ladi. Endi keyingi darsda biza Xitoydan tovar urish etapini o'rganamiz. Agarda sizlar o'zlaringizni tekshirishlaringiz uchun tez ilovaga kirasizlar. Yordam degan joyiga jo'natasizlar. Shaxsiy kodimni to'g'ri kiritdimmi? Sizlarga bu xodimlar dushanbadan shanbagacha 24 soat ichida o'z javobini beradi. Faqat yakshanba kuni javob bermaydi bu, chunki bo'ladi dam olish kuni bo'ladi. Xo'p, bugungi darsimiz shulardan iborat edi. Keyingi darsda Xitoydan tovar urishni o'rganamiz.